Jahon ichra yagona, barcha xalqqa parvona, 4 ta faslga ega O'zbekistonim mening. Insonlari mehrli, mevalari sehrli, bo'lar quvvat darmonli O'zbekistonim mening. Assalomu alaykum. Bugungi ko'rsatuvimizni ushbu she'r bilan boshlashimiz bejiz emas. Chunki O'zbekistonim mening degan paytda qalbida g'urur tuyadigan odamdan yomonlik chiqmaydi. Menga qolsa harbiylarni ana shundaylar sirasiga kiritgan bo'lardim. Chunki ularning onasiga, oilasiga, yaqinlariga bo'lgan mehri, vatanga bo'lgan muhabbati va yurtga sadoqati bilan uyg'unlikda shunday chiroyli ko'rinishlar zohir etadiki, vatanga xizmat qilishni oliy burchi deb bilishadi. Shu bilan birgalikda harbiy xizmatni davom ettirib, ilmda va sportda ham ilg'or bo'lishga intilishadi. Oilasiga bo'lgan e'tiborini-ku aytmasa ham bo'ladi. 100 marta eshitgandan 1 marta ko'rgan afzal degan naqlga amal qilib hozir Jizzaxga yo'l olamiz va hammasiga birgalikda guvoh bo'lamiz. Qarang, ko'chalar keng va ravon bo'lgani bois Jizzax viloyatiga, undan Ravotdagi harbiy qismga tezgina yetib keldik. Dilshod Tursunovni topishimiz ham qiyin kechmadi. Chunki harbiylar tartib intizomga rioya etadigan mutaxassislar bo'lgani uchun belgilangan joyda ish ustida bo'lishadi. Bizni amaliyotda ishlatishimiz kerak bo'lgan barcha anjomlar, jihozlar mana bu nazariy xonalarimizda tayyor qilingan. Elektron doskamiz esa harbiy xizmatchilarni to'laqonli tasavvurga ega bo'lishlari uchun video roliklar va barcha imkoniyatlar yaratilgan va harbiy xizmatchilarning to'laqonli tushunishlari uchun bizga yordamchi bo'lgan quyidagi plakatlardan ham, ya'ni ko'rgazmali rasmlardan ham foydalanishimiz mumkin. Biz agar ot minmagan yoki hech qanday otga tasavvurga ega bo'lmagan harbiy xizmatchilar bilan individual qo'shimcha vaqtlarda ham shug'ullanamiz. Bu harbiy xizmatchimizni otga bo'lgan muhabbatini uyg'otamiz. Suhbatdoshimiz kichik serjant Dilshod Tursunov Jigitovka sport turi bo'yicha O'zbekiston chempioni. Eng yaxshi kitobxon ko'rik tanlovida Temur tuziklari bilimdoni hamda Konstitutsiya bilimdoni yo'nalishlari bo'yicha g'olib. Chegara a'lochisi ko'krak nishoni sohibi. Bizning o'quv markazimiz Davlat xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlarida sarhadlarni ishonchli qo'riqlash uchun tajribali, o'z ishining mutaxassisi bo'lgan kinologiya va kavalerslarni yetishtirib chiqaradi. Bizning o'quv markazimizda Yevropa standartlariga javob beradigan eng zamonaviy so'nggi rusumdagi jihozlar, ilmiy kutubxonalar, barcha sharoitlar yaratilgan. Mana shu sharoitlardan foydalanib, biz harbiy xizmatchilar o'z malakamizni oshirib borib, sarhadlarimizni ishonchli qo'riqlashda foydalanib kelmoqdamiz. Dilshod Tursunov Davlat xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlari kinologiya va kavaleriya ta'minoti markazida yo'riqchi chavandoz bo'lib ishlaydi. Ya'ni yo'riqchining ish vazifasi shundan iboratki, u chavandozlarga xizmat otlari bilan bo'ladigan xavfsizlik qoidalarini, ularni egarlash tartibi, joylarda foydalanish qoidalarini o'rgatuvchi o'qituvchi sifatida ish faoliyatini olib boradi. Chavandozlar esa sarhadlarimizda xizmat otlarini minib, o'z xizmat vazifalarini bajaradilar. Dilshod Tursunovni esa har ikki holatda ham ko'rib, ko'nglimiz yorishgani rost. Chunki hozirgina darsda bilimdon ustoz sifatida kursantlarga saboq berayotgan o'qituvchini endi chapda sportchi, ziyrak mergan holatida ko'rdikki, avval o'rgan, keyin o'rgat iborasi shu o'rinda qo'l kelishini esladik. Nazariy bilimlarni sinf xonalarida olib borganimizdan so'ng endigina navbat amaliy mashg'ulotlarda ko'rsatib o'tamiz. Jigitovka va aljirovka mashqlari harbiy xizmatchilarning chaqqonligi, chidamliligi, otning boshqaruvchanlik ko'nikmasini shakllantirish uchun o'rgatiladi. Nafaqat jigitovkada amaliy mashg'ulotlar, balki qurol bilan ham maxsus jigitovka usullarini bajarib o'tamiz. Ot er-yigitning qanoti bo'lgani uchun ot ustiga chiqqanda xuddi o'zimni havoda muallaq uchayotgandek his qilaman. Ya'ni biz bilamizki, polvonlar otga ustiga o'tirgandan keyin o'zgacha bir kuch, g'ayratga ega bo'lishadi. Ya'ni o'zlariga nisbatan ishonchlari, erkaklik shiddati oshib ketadi. Natijada bu polvonda o'ziga nisbatan g'ayrat uyg'otadi. Men ham xuddi shunday bo'ladi. Ya'ni ot ustiga chiqqanimda o'zimni erkin his qilaman. O'zimni Baton laqabli xizmat otim bilan biz bir tana bir jonmiz. Qayerga musobaqa deymizmi yoki o'quv yig'inlari deymizmi, hamma yerga billa boramiz.
ot sport yo'nalishi bo'yicha kuch tuzilmalari o'rtasida muvaffaqiyatli birinchi o'rinlarni olib kelyapmiz. Sport musobaqalariga tayyorgarlik ko'rish uchun rahbariyatlarimiz tomonidan, qo'mondonligimiz tomonidan bizga ko'plab sharoitlar yaratib beriladi. Ya'ni bizga mutaxassislar jalb qilinadi va ular o'rgatishadi. Ot sport federatsiyasidan mutaxassislarni olib kelib, bizlar harbiylar o'rtasida ochiq darslar o'tkazilishi va ular bizni mahoratimizni oshirishimiz va ulardan bilim olishimiz uchun barcha sharoitlar yaratib beriladi. Biz ulardan bilimlarni olamiz va uni takomillashtirib, amalda esa yana ham bardavom qo'llab kelmoqda. Bular esa o'z natijasini bermoqda. Ot ustida javlon urayotgan alp yigitlarning chiqishlarini tomosha qilib shunchalik berilib ketibmizki, yonginamizda turgan o'quvchilarni ham sezmabmiz deng. Harbiy qismimizda har oy ochiq eshiklar kuni o'tkaziladi. Haftaning har payshanba kuni komandir kuni deb belgilaymiz. Ya'ni o'sha kuni harbiy qismimizda maktab o'quvchilari kelib, maxsus mashg'ulot maydonimizda xizmat otlarini minib sport bilan shug'ullanish imkoniyatiga ega bo'lishgan. Undan tashqari ularni ko'plab tadbirlarda bizning harbiy qismimizni taklif qilishadi. Biz borib ular bilan birgalikda o'sha tadbirlarni o'tkazamiz va ularni yana ham vatanga bo'lgan muhabbatini oshirishga va o'z xalqini, yurtini sevishga namuna sifatida o'rgatamiz. Ayniqsa yigitlarimiz esa bizni qurollarimizni mahkam ushlab, qanday foydalanish tartiblari hammasini so'rashtirishadi. Undan tashqari o'quvchilar bizni otlarimizga, xizmat itlarimizga juda ham qiziqish bildirishadi, chunki xizmat itlarimiz shunchalar mahoratli tayyorlanganki, ular kinologning har qanday talablarini bajaradi. Xalq bilan birga Navro'z saylini birga o'tkazdik. Unda xalqimizga biz harbiylar tomonidan ko'rsatilgan ko'rgazmali chiqishlar, jigitovka va aljirovka mashqlari yoki yoshlar o'rtasida o'tkazilgan kamondan o'q otish musobaqasi deysizmi yoki basketbol musobaqasi deysizmi, bu xalqimizda ko'plab qiziqishlar uyg'otdi. Aynan o'sha tadbir kuni xalqimizni, mahalladoshlarimizni mamnunligini ko'rib, o'zimizda beixtiyor quvonch hissini to'ydik. Mahallada bo'ladigan har qanday hasharlar deymizmi yoki obodonlashtirish ishlari deymizmi, biz harbiylar doimo ularga labbay deb javob beramiz. Ular ham bizni tadbirlarimizda faol ishtirok etishadi. Dilshod Tursunov o'zini sohasi bo'yicha juda ham bilimli, malakali harbiy xizmatchi sanaladi. Amaliy hamda nazariy tomondan yetuk mutaxassis hisoblanadi. Bu harbiy xizmatchimiz kursantlarni hamda harbiy xizmatchilarni orqasidan ergashtirib, yaxshi yutuqlarga erishtirish uchun yoshlarimizni, harbiy xizmatchilarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, yuqori cho'qqilarga erishish uchun bor kuch-g'ayratini safarbar qiladi. Harbiy xizmatchilar nafaqat o'zining jangovar bilim salohiyatini, balki adabiyot, musiqa va barcha ilm sohalarida ham yetuk bo'lishlari kerak. Shuning uchun bizning o'quv markazimizda ko'plab shart-sharoitlar yaratilgan. Kutubxonamizni misol keltirishimiz mumkin. Ko'plab adabiyotlar, romantik deymizmi yoki ilmiy adabiyotlar barcha kitoblar bilan boyitilgan. Undan tashqari bizda elektron kutubxona tashkillashtirilgan bo'lib, bunda kursantlar tarkibi o'zlarini qiziqtirgan barcha kitoblarni onlayn ham o'qishlari, mutolaa qilishlari mumkin. Men ham buyuk bobomiz Amir Temur bobomizning Temur uzuklari kitobi va jadidchilarning barcha adabiyotlarini o'qib, ular kabi vatanni sevishni o'z oldimga maqsad qilib qo'yganman. Cho'lpon, Fitrat singari adabiyotshunoslarimiz o'zlarining she'riyatlarida, ya'ni ijodlarida vatanni mustaqil bo'lishini, hur ozod bo'lishini orzu qilishgan, yurt uchun o'zlarini jonlarini fido qildilar. Nafaqat men ularning asarlarini o'rganaman, balki ularga munosib bo'lishga qat'iyan harakat qilaman. El g'amini yegan elda doston. Chunki el qudrati chin qudrat, vatan tuprog'i qimmat. Darhaqiqat, vatan tuprog'ini har narsadan qimmat bilgan odamlar el yurt qadrini baland qo'yadilar. Jumladan ota bobolari bilan faxrlanibgina qolmay, ularga munosib bo'lish uchun intilib izlanayotgan Dilshod Tursunov ham ana shundaylardan. Yuragingizda qo'rquv ham bo'ladimi? Birinchi navbatda xato qilmaslik qo'rquv bo'ladi. Xato qilmaslikka harakat qilinadi. Bilamizki, do'st ham dushman ham sarhadlarimizdan kirib keladi. Aynan uning do'st yoki dushmanligini aniqlash bu chegaradan o'ziga yarasha bir mahorat talab qiladi. Ana shu mahoratdan foydalanishimizga, ilmdan foydalanishimizga to'g'ri keladi. Xato qilishdan qo'rqamiz. Ya'ni do'stni dushman bilib qolishdan yoki dushmanni do'st bilib qolishdan qo'rqaman xolos. Qolgan vaqtlarda qo'rqmaganman. Qo'rquv, ikkilanish, hadik harbiylarga begona. Chunki ular bolalikdan shu ruhda tarbiya topib shunga intilishadi. Qat'iyat, shijoat, shahdamlik va maqsad uchun kurash.
Bu haqiqiy mard yigitlarga xos odatlar bo'lib, bu fazilatlar Dilshod Tursunovni ham chetlab o'tmagan. Balki bu unga ona suti bilan kirgan bo'lsa ehtimol. Bu yog'ini ham eshitsangiz, fikrimizga siz ham qo'shilasiz. Namangan viloyati Chortoq tumani Alixon qishlog'idanman. Qishlog'imiz chegara zonasiga yaqin bo'lganligi uchun bolalikda chegarachilarimiz uyimizda atrofidan doim otlarni minib, qurollarni orqaga qilib, salovat bilan o'tib ketishardi davlat chegarasini qo'riqlash uchun. Ba'zida ko'rib ularga qarab men ham katta bo'lsam shularga o'xshab ot minib yuraman degan narsalar men ko'nglimda o'tardi. Amakimni o'g'illarni ham formasini kiyib olardimda, ba'zida oynaga qarab harbiycha salom berib yoki o'sha formaga viqor bilan yurish xohlardim. Keyin bu orzular maqsadga aylana boshladi. Amakimning o'g'illari bo'lardi, Inam Munozir aka degan. Ya'ni ular ham 18 yoshlarida xizmatga ketib, 19 yoshlarida yana Saraso'ya urushlarida qatnashgan. Urushda vafot etganlar, ularni xotirasini abadiylashtirish uchun maktabimizda xotira burchaklari tashkil etildi. Mahallamizga nomlari berildi. Shunda men tushundimki, insonning hayoti qancha emas, qanday yashagani bilan farq qilar ekan. Doimo xotirasi abadiylashtirildi. Davlatimiz tomonidan e'tibor qaratildi. Ota-onalarga va ularning ijtimoiy sharoitlari yaxshilandi. Har yili bayramlarda endi biz yosh bo'lganmiz, harbiylar kelib hol-ahvol so'rashardi. Shunda onamlardan so'radim, kimlar kelibdi, kimlar harbiylar mahallamizda ko'p desam, shunda Nosir akani do'stlari kelishdi, ota-onasidan xabar olgani deyishardi. Yuragimda bir olov bo'ldiki, ya'ni maqsad bo'ldiki, endi men katta bo'lsam haqiqatan harbiy bo'laman. Chegarachi bo'laman degan narsa men yuragimda ura boshlandi. Bir paytlar shunday o'qigandim. Bolang va vatan o'rtasida qay birini tanlash vaziyati tug'ilsa, vatan deya olmasang, sen vatanparvar emassan. Farzandlaringni ham vatan ishqi bilan yonuvchi inson qilib tarbiyalay olmaysan. Bu satrlarni eslar ekanmiz, Dilshodjonning onasi Umida Inomova haqida tasavvur etishga urindik. Boshida bitta o'g'illigim uchun dadam ko'proq o'g'limizni bitta o'g'il bo'lsang, undan uyda yonimda yur, boshqa bir kasb egasi bo'l, o'qituvchi bo'l yoki doktor bo'l derdilar. Onam men taraf bo'lganlar, ya'ni vatan himoyachisi bo'ladi o'g'lim, harbiy bo'ladi derdilar. Shunda onam insonning ikkita onasi bo'ladi. Birinchisi tuqqan onasi bo'lsa dunyoga keltirgan, ikkinchisi voyaga yetkazgan vatani bo'ladi. Agar sen men rozi qilmoqchi bo'lsang, shu vatanimizda tinchlik uchun harbiylik kasbini egallab, shu vatanga foydani tegadigan inson bo'lib, vatan oldidagi burchingni bajarib, yorug' yuz bilan oldimga qaytib kelsang, sendan rozi bo'laman deganlar. Sport bilan shug'ullanishim uchun ham onamni ko'plab sharoitlar yaratib berardilar. Ya'ni mahallamizda, uyimizda sport zal qilib bergandik, qilgandim o'zim yasab, mahallada o'zim tengqurlarim va yosh kichkinalar bilan birgalikda shug'ullanib, ularga ustozlik qilardim, trenerlik qilardim. Onam sport turiga qanday bo'lishidan qat'iy nazar olib borardilar, berardilar. Kelajakda senga foydasi bo'ladi deb. Shunday qilib, onasining maslahati bilan boshlangan intilishlari beiz ketmadi. U o'rta maktabni a'lo baholar bilan o'qidi. Maktabda bo'ladigan tadbirlarda faol ishtirok etdi. O'shanda sahnalashtirilgan epizodlarda albatta harbiylar obrazini jonlantirishga harakat qilardi. Sportning taekvondo yo'nalishi bo'yicha respublikada 2-o'rinni egalladi va Namangan davlat universiteti qoshidagi akademik litseyga imtiyozli ravishda qabul qilindi. Keyin muddatli harbiy xizmatga chaqirildi. U yerda harbiylikka bo'lgan ishtiyoqi yanada ortib, harbiy chegarachi bo'lib ishga qoldi. Lekin ilmga, o'qib o'rganishga bo'lgan havasi so'nmadi. Qalovini topsang qor yonadi degan kabi hammasiga vaqt topib ulgurishga harakat qildi va uddasidan chiqdi. Ammam bo'ladilar, men Rahim ammam doim o'ylarda kitoblar to'la turardi. Ba'zida aylanib chiqsak, ona shu kitoblarni qo'limizga berib, o'qitishga, ko'proq kitob mutolaa qilishga qiziqtirardilar. Men ham shuni natijasida shu kitobga ko'plab mehr qo'yganman. O'zlari ham menga ko'p qiziqib, mana shu yerni o'qigan vatan haqida yoki mana bu yerni haqida o'qigan deb juda ko'p o'gitlar berganlar. Meni yuragimdan eng joy olgan asarlardan biri bu dunyoning ishlari. Surat hikoyasini olsak, beixtiyor har qanday kitobxonni ko'zga yosh keladi. Shunda onasi aytadi, ertalab tongda deydi, ishga shoshib ketaman. Nonushta qilma, o'g'lim o'tir. Nonushtangni qil dedilar. Shunda men shoshib, onajon keyin qilaman desam, onam ko'zlarimga qarab, o'g'lim o'tirgin, bugun sen bilan bir suratga tushsak maylimi deydi. Keyin shunda nimaga onajonim desa, men yaqinda o'laman deydi. Xuddi onam bu gap qo'shniga chiqib kelay deganday qilib aytdilar. Lekin men kuldimda ishga ketdim shosha-pisha. Mana endi kitoblarda rasmim bor, hamma joyda rasmim bor, lekin onam bilan tushgan rasmim yo'q deb qattiq afsus qiladi. Aynan bu kitobni o'qisangiz, onalarga so'z bilan haykal qurilgan.
O'tkir Hoshimov Binyon ishlar asarida bitta o'zini onasini emas, balki butun insoniyat onalari haqida hikoya yuritilgan. Ya'ni uning hayotida bo'lgan barcha o'zgarishlar o'ylaymanki har bir insonni hayotida boshidan o'tgan hisoblanadi. Qolgan asarlarni ham ko'p o'qib turaman. Javlon Joliyevni Qo'rqma romanini aytishim mumkin. Juda ham zo'r yozilgan. Bu roman jadidchilar ijodini to'liq yoritib bergan. Aynan biz bilamizki, Mustavrid davrida bizning yurtimiz qaramlikka, ya'ni ilmsizlikka duchor qilingan. Aynan ular shu ilm yo'li bilan yurtni ozodlikka, obodlikka olib chiqamiz deb harakat qilgan shu talabalar haqida, ya'ni Germaniyaga o'qishga ketgan talabalar haqida so'z boradi va ular vatan uchun o'qishayotganini va ta'limdagi barcha kamko'zlarni to'liq yoritib bera oladi. Suhbatdoshimiz o'qigan kitoblarni shunday maroq bilan so'zlab berardiki, beixtiyor shu kitobni olib o'qiging keladi. Odam agar biror ishidan o'zi zavqlanmasa, boshqalarni ham zavqlantira olmaydi. Shu ma'noda Dilshod Tursunovning kitobga bo'lgan mehri shogirdlariga ham yuqib, kitob targ'ibotida alohida o'rni borligiga shubha qilmadik. Ko'proq ishdan keyin kecha vaqtlari o'qiyman yoki ertalab soat 4 da turaman, 6 gacha 2 soat kuniga vaqtimni kitob o'qishga qarataman. Qarang, mana shu o'qiganlaringiz sizni harbiyligingizda ham qo'l keladimi? O'qituvchi bilasizki, dunyoqarashi keng bo'lish kerak. Shunday talabalar bo'ladi, bitta gap bilan tushunishadi. Shunday talabalar bor, mingta gap bilan tushuntirishingiz kerak. Aynan ana shu xususiyatga ega bo'lish kerak o'qituvchi. Universitetda o'qishga borgan paytlarimiz professor o'qituvchilardan dars o'tish uslublarini, tartiblarini o'rganib kelib, aynan o'zimni shakllantirib, dars jarayonlarimdan foydalanaman. Bu esa yana ham bir o'zini samarasini beryapti. Ya'ni o'quvchilarimni, ya'ni kursantlarimni o'zlashtirishiga sababchi bo'ladi. Shuning uchun doimo o'qish, intilish, yangiliklarga boxabar bo'lib turishingiz kerak. Chunki ilmda yangilik har daqiqa o'zgaradi. Shuning uchun doimo o'qish, intilish bizni hayot yo'limizga aylangan. Harbiylikda ham tinchlik uchun harakat qilasiz. O'qituvchilikda esa ana shu tinchlik uchun xizmat qiladigan harbiylar uchun harakat qilasiz. Ular o'z bilimlarini yaxshi egallashsa, yaxshi kasblarni mutaxassis bo'lishsa, xizmat joylarida o'zlarining vazifalarini jangovar bajarishadi. Bunda xohlaysizmi, beixtiyor sizda bo'ladi. Shuning uchun ko'proq mas'uliyat bilan o'qitishga, ularga yaxshilab o'rgatishga harakat qilaman. Harbiy odam shunday bo'lish kerakki, vaqt kelsa jonini bera oladigan, vaqt kelsa jonini ola oladigan darajada qat'iyatli bo'lish kerak. Bilasizmi, masalan, harbiylar har viloyatdan kelib xizmat qilamiz, lekin bizni bitta maqsad birlashtirib turadi. Bu ona vatanga bo'lgan xizmat, ya'ni yurt tinchligi. Mana yurtimizdagi barcha amalga oshiradigan islohotlar deymizmi, rivojlanishlar, yoshlarga yaratilgan sharoitlarning barcha tub nazarida tinchlik yotadi. Ya'ni tinchlik bu biz harbiylarga nisbatan yuksak mas'uliyat, sergaklikni talab qiladi va biz buni o'ylaymanki jangovar tariqasida bajaramiz deb. Harbiylar, jumladan chegarachilar ham chetdan qaraganda jiddiy, kamgap, xalq tilida aytganda ichimdagini top deydiganlardan bo'lib ko'rinadi. Lekin ular bilan dildan gaplashsangiz samimiy, dilkash, odamoxun va xushchaqchaq bo'lib, yana biz bilib bilmagan tomonlari e'tiborni tortib qoyil qoldiradi. Ham siz nazariyada zo'r ekansiz, ham amaliyotda-da. Qaysi biri o'zingizga ko'proq huzur bag'ishlaydi? Ikkalasi ham bir-birini to'g'riradi. Nazariya bo'lmasa, amaliyot bo'lmaydi yoki amaliyot bajarish uchun nazariyani yaxshi bilish kerak. Ya'ni Amir Temur bobomizning bir gaplari bor. Nazariyasiz amaliyot bu so'qirdir, amaliyotsiz nazariya bu o'likdir degan gaplari bor. Bu degani bular bir-birini beixtiyor to'ldiradi. Endi siz mashg'ulotlaringizni yoki o'z kasbingizda mutaxassis bo'lish uchun ikkalasi ham doimo kerak. Shuning uchun doim bu kasbim uchun o'z ustimda ishlab boraman. Bir kun kitob o'qimasangiz 10 kun zamondan qolasiz. 10 kun kitob o'qimagan esa kelajakga xavf ostida deb bejiz aytmaganlar. Shuning uchun har kun kitob o'qishga harakat qilaman. Ya'ni o'zimning soham, yo'nalishim bo'yicha yangiliklarni qidirib boraman va ularni o'z kursantlarimga, ya'ni shogirdlarimga yetkazishga harakat qilaman. Bilasizmi, men eng yaxshi o'qituvchi bu eng yaxshi talaba degan. Doimo o'qituvchi o'z kasbini ustida izlanuvchan bo'lish kerak. Shundagina biz ilmli, bilimli, o'z kasbimiz ustasi bo'lsakgina yosh avlodni o'zimizning orqamizdan ergashtira olamiz. Muhtaram prezidentimizning bir gaplari bor. Agar siz hamma ortingizdan ergashishni xohlasangiz, o'zingiz amalda ko'rsating deyilgan. Ya'ni o'zimiz bilmasdan turib, o'zimiz bajara olmasdan turib, yosh avlodni o'rgatishimiz qiyin bo'ladi. Muhtaram prezidentimiz tomonidan yoshlarni ta'limiga, ya'ni oliy ta'limiga nisbatan juda ham ko'p islohotlar amalga oshirildi. Qo'mondonimiz bizga bergan ishonchi, sharoitlari tufayli biz harbiy xizmatchilarning asriy orzularimiz ushaldi. Endi hammamiz o'zimiz qiziqtirgan yo'nalish bo'ylab, ya'ni shu xizmatimizga foydasi tegadigan, vatanimizga foydasi tegadigan sohalar bo'yicha
o'qishlarga tanlab o'qiymiz. Masalan, men psixologiya yo'nalishi bo'yicha o'qiyman. Bilamizki, inson ruhiyati ichida kuchli qurol yo'q. O'shaning uchun ota-bobolarimiz urushlarda ham ana shu ruhiyatlari tufayli o'zlariga nisbatan ishonchlari, shiddatlari tufayli g'alaba qozonishgan. Bunga ko'plab tarixiy misollarni keltirishimiz mumkin. Atrofdagi yaxshiliklarni ko'rib, yashab turgan joyidan, ishidan, mahalla ko'yi, shart-sharoitidan faxrlanib yurish yaxshi. Bu mamnuniyat hissi atrofga muattar gul kabi yoqimli ifor taratadi. Albatta, bunda ham vatanga muhabbatning kurtaklari ko'zga tashlanadi. Zero vatan ostonadan boshlanadi. Qolaversa, yurtimizda 2026-yilni mahallani rivojlantirish va jamiyatni yuksaltirish yili deb atalishida ham chuqur ma'no yotadi. Vatanparvar yoshlarni biz mahalladan, xonadonlardan tayyorlaymiz. Bir bolaga 7 mahalla ota-ona degan dono xalqimizning bir gapi bor. Ya'ni bola tarbiyasi uchun hamma mahalla ogoh bo'lsa, hushyor bo'lsa, ya'ni o'ylaymanki, unday mahalladan jamiyat uchun zararli bo'lgan insonlar chiqmaydi. Mahallani rivojlantirish uchun barcha tengdoshlar birdek jon kuydirishadi. Masalan, bizning sinfdosh o'rtoqlarimiz bu yil maktabimiz uchun o'quv moddiy bazalaridan, ya'ni sport anjomlari, sport to'plari deymizmi, bolalar sport shug'ullanishi uchun barcha jihozlarni maktabimizga sovg'a qildi. Undan oldingi yil esa bog'chamizga, ya'ni biz sinfdoshlarimiz bilan ko'proq mana shu o'zimiz ulg'ayib katta qilgan va mana shu kunlarga yetishimiz uchun sababchi bo'lgan tashkilotlarimizga borib yordam berishga harakat qilamiz. Xizmatda bo'lganligimiz sababli yilda bir marta bo'lganimiz uchun mahalladagi oddiy bir o'zgarish ham biz ko'zimizga yaqqol ko'zga ko'rinadi. Bir safar ta'tilga chiqqan paytim qishlog'imiz obod qishloqqa kirgan ekan, ya'ni ko'chalar o'sha chiroyli qilib remontlar qilingan, svet chiroqlari qo'yilgan ekan. Kechqurun ketyapmiz, soat 11:30, 12lar ketyapmiz. Yorug' shofir akaga aytdim, shofir aka, aniq bizni qishlog'imizga olib ketyapsizmi? Deyapman. Xuddi sizni qishlog'ingiz dedim. Men qishlog'imni tanimadim, chunki kechalari chiroqlar yoritilgan, hamma joylar ta'mirlangan, asfaltlar yotqizilgan. Zo'rg'a bir o'rtog'im darvozasi bor edi. Bitta o'sha o'zgarmay qolgan, o'shandan tanib oldim. Qanchalik xursand bo'lganimni tasavvur ham qila olmaysiz. Har yili boramiz, katta-katta binolar qurilishi deymi, bog'chalar ta'mirlashi yoki do'konlar, supermarketlar qurilishda davom etadi. Bu bizga yaqqol ko'rinadi. Hamma bir-birini taniydi. Kerak bo'lsa 7 avlodini bilishadi. Shunaqa yosh nuroniylarimiz bor. Kimni nevarasisan? Falonchi nevarasiman desangiz, ha, familiyangizni aytishadi. Inamurchilardanmi? Yoki falonchilardanmisiz deb shunaqa deb aytishadi. Bu ham bejizga emas. O'ylaymanki, mahalla ham bir katta bir oila deb o'ylayman. Mahalla ham katta oila deb o'ylayman. O'z-o'zidan suhbatimiz mavzusi ulanib ketdi. Demak, kichik serjant Dilshod Tursunovning oilasi haqida to'xtalamiz. Mana ko'rib turganingizdek, sharoitlarimiz juda ham qulay. Hamma narsa yetarli, zamonaviy qilib qurilgan. Bolalarimiz bilan maza qilib yashaymiz. Bunday sharoitlar kerak bo'lsa, o'zimizning uyda ham bo'lmaydi. Mana shunday sharoit shahar tipidagi uylarda, domlarda yashayotganidan, barcha issiq suv, sovuq suv deysizmi, bolalarni tarbiyalash uchun har qanday sharoit yaratib berilganligi uchun xursandmiz. Farzandlarimiz ham mana bu issiq xonalarda haroratlari ham bir xil tempda bo'ladi. Bolalarimizni tarbiyasi uchun, sog'lig'i uchun hamma sharoit yetarli uyimizda. Turmush qurganimizga 4 yil bo'ldi. 2 nafar farzandimiz bor. Xo'jayinim mehribon, u narsaga boraylik, u narsa qilaylik, biror narsa olib bering desam qarshilik qilmaydi. Nimaga desam, ota-onamizdan uzoqdamiz, bir-birimizga suyanamiz, bolalarga ham, bizga ham, oilada ham mehr bor, muhabbat bor. 6:30-7 ishdan kelib ovqatlanib, bolalar uxlaydi, kecha soat 9-10, 11gacha kitob o'qib o'tiradi. Ha, desam, ertaga darsim borda, o'quvchilarim kelgan deylar. O'quvchilar ketgandan keyin desam, otlar o'zimga qoldi-da, endi otlarga o'zim qarab o'tdim, o'quvchilar ketgan deb ishlarini yaxshi ko'radilar. Uyga kelib ertalab soat 4da, 5da turib 7gacha dars qiladilar, kitob o'qiydilar. O'zlarini ishlariga mustahkamlar, tirishuvchanlar, biror narsani boshladilar, o'sha narsani oxiriga yetmaguncha shu narsani orqasidan quvayveradilar. Birov bilan urushsalar, gina qilib, xafa bo'lib yurmaydilar. Birpasda hazil qilib, gaplashib, suhbatlashib ketadi. Turmushga chiqishimdan oldin med kollejda o'qiganman, o'zim hamshiraman. Xo'jayinimga turmushga chiqqanimdan keyin o'qitdilar, ko'maklashdilar, ancha bilmaganlarimni o'rgatib, ancha narsani xo'jayinimdan o'rgandim. O'zlari ham o'zi talabalar, pedagogika, psixologiya bo'yicha o'qiylar, bu yil 4-kurslar. Muhtaram prezidentimiz yoshlar bilan uchrashuvlar bo'lib o'tdi. Shunda aytdilarki, bitta erkak kishi o'qisa bir oilaga yaxshi, ayol kishi o'qisa esa butun jamiyatga yaxshi degan so'zni bejiz aytmadilar. Va o'sha so'zni o'ylab ko'rdim, haqiqatan
o'ta ham to'g'ri ekan. Shunda turmush o'rtog'imga aytdimki, xohlasangiz, orzungiz bo'lsa, o'qisangiz, farzandlarimizga o'rnak bo'lsak. Bu fikr mendan chiqdi ham, bu fikrni turmush o'rtog'imga ham yoqdi. Ota-onam ham befarq bo'lishmadi, bee'tibor bo'lishmadi. Turmush o'rtog'im o'qishga ketgan payt onam kelib farzandlariga tarbiyasi bilan shug'ullanib, ularga qarab turdilar. Dunyoda eng to'g'ri investitsiya bu ilmga qilingan investitsiya. Shuning uchun shaharga bozor ishlari bilan chiqsam ham oilamni kitob do'koniga olib boraman. Va o'zlari xohlagan kitobni olib berishga odatlanganman. Maqsad oilada kitobxonlikni shakllantirish. Ya'ni oilada kitob o'qilsa, ilm bilan shug'ullansa, undan oilada jamiyatga foydasi tegadigan insonlar chiqishiga ishonaman. Har joyni qilma orzu, har joyda bor tosh va tarozu. Harbiycha hayotni ham chidaganga chiqargan. Hatto harbiyni ayoli, harbiyning farzandlari bo'lishni ham o'z mas'uliyati, o'z mashaqqati va sharafli tomonlari ajralib turadi. Ba'zilariga naryad kunlari ikkita qizim bilan o'zim qolaman. Kechqurun kelmaylar, bir kecha ishda qolsalar, ertasi kun soat 12-1da keladilar, tushlikka yaqin. Shu paytlari uydagilarning yo'qligi, uzoqdaligimiz bilinadi. Mana bolalar kasal bo'lsa, mana doktorlarga biror joyga borish kerak bo'lsa, xo'jayinim ishda bo'lib qolgan kunlar shu kunlarda bilinadi, shu paytlarda. Musofirda yurib, ancha narsani ko'rib, bilib, aytadiki, musofir bo'lmaguncha musulmon bo'lmaysan deb. Shuning uchun bilinadi, o'sha qaynamas onamday bo'lganlar. Dadamlar ham mana o'qitishyapti, hozir o'qiyman, ham ishlayman. Ming shukr qilaman. Hech kimda bunchalik sharoit yo'q bo'lsa deb o'ylayman. Hech nolimayman, yaxshi, ming shukr qilaman. Hurmatlari bor, o'zlariga yarasha ishxonalarda ham, qarindosh urug', ko'cha-ko'yda ham shu ishlarning orqasidan uyli bo'lib, xursand bo'ldim. Ilmiy ish qilish orzusidaman va yangi qo'llanmalar yaratish bo'yicha ish olib bormoqdaman. Keling, men sizga o'zim vatan haqida yozgan she'rimni aytib beraman. Chegarada turibman, ko'ksimda qurol, yuragim yondirar ajib bir tuyg'u, onadek muqaddas azizdir vatan, uni qo'riqlamoqlik mardlarga xosdir. Vatanimning ori bo'l, tilayin senga oq yo'l. Harbiylik yigit kasbi, bu soha mardlar asli. Harbiyning shuda ishi, xalq tinchligi tashvishi. Ontinga bo'lgin sodiq, qasamyodga muvofiq. Dilda shijoat shaxting, xalqim tinchligi baxting. O'g'ling bo'lsa, shunday bo'lsa. Albatta yoqimli eshitiladi-ya. Men har gal harbiy o'g'lonlarimiz bilan suhbatlashganimdan keyin mana shu fikrni xayoldan kechiraman. Balki bu ularning shijoati, jasorati, har tomonlama mukammal bo'lishga bo'lgan intilishlari sabab ibratli umr yo'li egasi ekanliklaridandir. Balki biz har doim harbiy libosdagi odamlarni ko'rganimizda xuddi o'zimizni akamiz, ukamiz va yaxshi ko'rgan o'g'illarimizni ko'rgan kabi qalbimizda iliqlik his etishimiz ham shundandir. Mana shunday xayollar bilan Toshkentga ham yetib keldik. Eng muhimi, biz barcha vatan himoyachilariga sog'lik, salomatlik, ishlariga omad tilaymiz. Ana shunda yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo bo'laveradi. Omon bo'linglar.